Vahshiylar qo'lida bunchalar mehribon bo'lib ulg'aygan bu qiz. Gulchehonning ahvoli nima kechdi ekan-a? Umida, bunday mehrni qayerda o'rgangansan? Mehrni oyimdan ko'rganman. 8 yoshimda adam va oyim vafot etishdi. Tog'am meni kafilim bo'ldi va ular uyimizga ko'chib kelishdi. Ovqat pishirishga undan o'rgangan. Keyin-chi o'rgatmaydimi? Faqat buyuradi. Bajarolmasam jazo beradi. Assalomu alaykum opa. Men Gulchehonning dugonasiman. Chaqirib bera olasizmi? Adashmasam, Gulchehonning 3 ta o'g'il bola do'sti bor edi. Gulchehon hozir turnirga tayyorlanyapti-da. Hozir chaqirsa jahli chiqadi. Maktabda ko'rishib qol, xo'p? Tinchligim uyimgacha kelibsan. Fizikadan qiynalganim uchun sendan yordam so'ragan keldim. Qachondan beri repetitoring bo'lib qoldim? Fizikani senchalik biladigan yo'q-da sinfda. Sardor rashk qildingmi deyman. Yo'q-e. Agar yana Sardorni oldida o'ralashib yursang, mendan yaxshilik kutma. U rol o'ynayapti. Senga aytgandim-ku, ishonmagan unga deb. Nima kerak bor senga shu muammolar, qo'ygin shuni. Sardorni boshini aylantirish uchun o'zidan nozik qizchani yasab olyapti oldida. Axir qanaqa bunaqa rol o'ynash mumkin? Gapini eshiting. Unga bas kela olmaysan baribir ham. Zulfiya orqalaringdan poylab yuribdi. Umidani orqasidan yuribdi. Voy Flosi. Uni tutib oldim. Gaplashdim ham. Endi maktabda Nozi rolini o'ynayapti deb o'ylayapti. Xavotir olma, Umidaga yaqinlashtirmayman. Nima deb o'ylasa, o'ylaversin. Sani siringni o'zimni sirimdagi asrayman. Savan yaqin do'stligim bilardim. Umid senga obona. Unda xavotir olma, men borman. Senda biron nima muammo bo'lsa, chaqir, yetib boraman. Kelishdik. Sana vazifang Umida, tushunding? U aldamadi. Unga yordam kerak. Bo'ldi o'rta. Hozir borib Sardorni ko'z oldida asl basharasini ochaman uni. Joningdan to'ydingmi? Kecha qanday gapirdi ko'rding-ku? Nozik malikani yo'qolganini ko'rmayapsanmi? Uni malika emas, shaytonligini isbotlagim kelyapti. Sen yebsan. Mayib qo'yadi. Sardorning yonida xatti sig'armikan? Menga rosa qiziq. Hozir 5 minutda kelaman. Shu yerda kutib turib o'tdim. Men seni hozir asl basharangni ochaman. Urma. Balkim prosta gaplashishga kelgandir. Tushunasam, hammasini anu. Hali senga ko'rsatib qo'yaman. Senga shu kerakmi-da? Bilmaslik kerak edi, tushunasanmi? Sardorga ham qo'yil qolmadim. Qo'yil patak. Suddak. Oy, boshim. Avoy, nima bo'ldi? Qurt ketsin ana yetim bachcha esa rosa hunar ko'rsatyapti-da. ahmoq qizi.
Maktabida bitta qizni kaltaklagan ekan. Direktor chaqirib meni izza qilib rosa gapirdi o'qituvchilarning ichida. Yaramasi uyga kelib kaltaklamoqchi edim, ustimga chiqib olib, meni rosa mazax qilib karakaladi. Esini yo'qotib boshqa odam bo'lib qolgan, tavba qildim. Kun bo'yi ovqat bermayman, bilasanmi? Hamma narsadan taqiqlab qo'ydim, lekin kuchni nimadan olyapti bilmayman. O'zi ham o'tday kuchi bor ekan. Qurib ketguray. G'itmizak. Shunaqa deng. Qayerda u? Qayerda bo'lardi? Xonasida-da. Yana xonasi yoqmaganmish. Ukayning xonasiga chiqib yotib olgan. Bezbet. Onasiga o'xshagan bez bu ham. Yaxshilar ketdi. Yetim bachcha. Ha, yetimcha. Uyingdan ketib qoldingmi? Ha? O'zingdan ketib qoldingmi? O'zingdan ketib qoldingmi? Kechagi video bormi senda? Oldingmi? Ha, bor opa. Tashing. Hozir. Tashladim opa. Opa, oy magazinga chiqmaganimizni bilib qolmasizlar. Yuring.